Xayrli rizq va Alloh roziligiga erishtiradigan duo. Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta va la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ma'nosi: Yo Alloh, sen berganga to'sqinlik qiladigan yo'qdir. Sen bermaganni bera oladigan ham yo'q. Hech bir boylik, xazina sen berganning o'rniga o'tib foyda bera olmaydi. Sharh. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam namozning oxirida La ilaha illallohu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huwa a'la kulli shay'in qodir deganlardan so'ng yuqoridagi duoni o'qirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu kalomi sharif bilan hamma narsani Alloh yaratganini, Alloh beradigan narsaga hech kimning to'sqinlik qilolmasligini bildirmoqdalar. Alloh bermasa, birov bir narsa bera olmaydi. Hech bir boylik Alloh berganining o'rniga o'tib, undan ustun bo'lolmaydi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidi saodatlarida minbarga chiqib, odamlarga qarab: Ey insonlar, Alloh oldinga keltirganini orqada qoldiradigan yo'qdir. Berganiga to'sqinlik qiladigan ham yo'qdir. Hech kimsaning boyligi Alloh qilgan ehsonning oldiga o'tib foyda bera olmaydi. Alloh taolo kimning xayrini iroda etgan bo'lsa, uni dinda olim va faqih qiladi dedilar. Bu muborak so'zlarda insonlar uchun juda katta o'git bor. La ilaha illallohu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huwa a'la kulli shay'in qodir tasbihidan so'ng bu duoni aytish xayrli rizqlarning zuhuriga va Allohning rizosiga muvaffaq qiladi. Bayt. Berganingga hech kim to'sqin bo'la olmas. Yo Rob, bermaganingni hech kim bera olmas. Hech qanday boylik zinhor sen bergan ne'matning o'rning bosolmas. Ne'matlarga shukrona duosi. Allohumma inni as'aluka tamaman ni'mati. Ma'nosi: Yo Alloh, ne'matlaringni komil qilib berishingni tilayman. Sharh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisi shariflarida Alloh taolodan u bergan ne'matlarning barchasini tilamoqdalar. Alloh taoloning ne'mati Ibrohim surasi 34 oyati karimasining siri orqali bilinadi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning ne'matlari cheksiz va sanab bo'lmaydigan darajada ko'pdir. Moddiy va ma'naviy ne'matlar uchun Allohga shukr qilish insonning dasturi bo'lishi kerak. Ularni inkor qilish nonko'rlikdir. Faqat insonlarning aksariyati Ibrohim surasining 34 oyatida ta'kidlanganidek, innal insana lazalumun kaffar, ya'ni kufroni ne'mat qiladilar. Zuho surasining 10-oyati karimasida esa bunday deyiladi: Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisi sharifda bayon qilganlariday, barcha ne'matlarning mukammal berilishini istaganlar. Ne'matlar Allohnikidir. Alloh butun koinotga ne'matini sochdi. Ne'mat berganni tanish Allohga shukr qilishdir. Alloh shukrona qilganning rizqini orttiradi. Bu olamda eng buyuk ne'mat iymon ne'mati, islom ne'matidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu hadisi shariflarida ne'matlarning barchasini orzu qiladilar. Chunki maqsad Alloh taologa eng ziyoda muqarrab bo'lmoqdir. Qur'oni Karimning Isro surasi 79-oyatida "Va minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka ata an yab'asaka robbuka maqaman mahmuda" deyiladi. Alloh taoloning rasulini tahajjud va nafil namoziga targ'ib qilishi bilan maqomi mahmudga erishtirishini va'da etishi eng buyuk ne'mat ihsondir. Chunki maqomi mahmud Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hech bir inson yuksala olmaydigan shafoat maqomidir. Insonlar darajalariga qarab, bu olamda turli sabablar bilan ne'matlarni oladilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisi sharifda o'rgatganlaridek, ushbu muborak duoni aytishlari, Alloh taolodan bu dunyoda ulug' ne'matlarning hammasini tilashlari kerak. Bu istak maqbul bo'ladi. Inson yaxshilikka qancha intilsa, shuncha yaxshi ne'matlar nasib qiladi.
Allohga ham shuncha yaqin bo'ladi.